Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur video o'zbek auditoriyasi orasida katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Videoda Koreyada yashovchi bir guruh o'zbek qizlari politsiya idorasi oldida to'planib, marhuma Nozima Akmal qizi uchun adolat talab qilib miting o'tkazgani aks etgan. Ma'lumki, so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar va turli internet platformalarda vatandoshimiz Kim Nozima Akmal qizining vafoti katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. Avvalroq sahifalarimizda Janubiy Koreyadagi O'zbekiston elchixonasining rasmiy bayonoti e'lon qilinib, unda tergov natijalariga ko'ra ushbu holatda qotillik alomatlari aniqlanmagani ma'lum qilingan. Biroq videoda nutq so'zlayotgan qizning aytishicha, Janubiy Koreya qonunchiligi va amaldagi tartiblarga muvofiq marhumaning onasiga tergovning to'liq natijalari, o'lim sababini aniq tasdiqlovchi xulosa, ya'ni bu holat o'z joniga qasd yoki qotillik ekanini ko'rsatuvchi hujjatlar taqdim etilishi, shuningdek jasadni mamlakatdan olib